Shubhasiz, Kalmar o'yini bu maksimum jonli syomkalar va minimum maxsus effektlar deganidir. Ammo kompyuter grafikasisiz ham ish bitmadi. Keling, mashhur serialga qanday ishlov berishganini birgalikda tomosha qilamiz. Ko'prikdan o'tilgandan so'ng uning portlashi tomoshabinlar uchun mutlaqo kutilmagan hodisa bo'ldi. Ammo ijodkorlar va aktyorlar uchun bu anchayin murakkab jarayonga aylandi. Shisha aslida qahramonlarning yonginasida portlagan, biroq u yakuniy sahnadagi kabi ko'p emas edi. Sekinlashtirilgan tasvirda aktyorlar yonidan uchib o'tayotgan shisha parchalari yaqqol ko'rinib turibdi. Tasvirga olish jarayonidan so'ng detallar yaxshi ko'rinishi uchun har bir aktyorni alohida, yirik planda tasvirga olishgan. To'g'ri, serialda atiga bu bir lahza edi xolos. Ammo kadrlar zo'r bo'lishi uchun bunga bir necha soatlab vaqt sarflashgan. Portlayotgan ko'prik sahnasini tasvirga olishayotganda ijodiy guruh kompyuterda chizilgan shisha bo'laklaridan foydalanmaslikka qaror qildi. O'yinchilar yuzini tilib o'tgan yoki to'g'ri kameraga qarab uchgan shisha bo'laklardan tashqari albatta. Keng ko'lamli va chiroyli portlashni studiyaning o'zida amalga oshirishgan. Real hayotda manzara juda ham zo'r ko'rinishi mumkin, ammo ushbu holatni serialda kuzatish undan ham zo'r. Keyingisi, shishali ko'prik bilan bog'liq sahnani suratga olish. Ushbu jarayonda aktyorlar chindan ham qo'rqishgan. Zero reallikka yaqin bo'lishi uchun ko'prikni yerdan 2 metr balandlikka o'rnatishgan. Bunday balandlikdan tushib ketishni hech kim istamasa kerak axir. Grafika yordamida go'yo ko'prik yerdan o'nlab metr balandlikda turgandek effekt hosil qilishgan. Xayriyatki, tasvirga olish vaqtida hech kim jarohatlanmagan va aktyorlar maxsus tayyorlangan yumshoq moslamalar ustiga tushgan. Birinchi o'yindagi tasvirlar eng ommaviysi bo'lgan. Zero, uni haqiqiy talatop muhitda suratga olish uchun tasvirga olish maydoniga 500 dan ortiq aktyorlarni jalb qilishdi. Maxsus effektlar yordamida faqatgina halok bo'lgan o'yinchilarning qonga belanib yotgan jasadlarini chizishgan. Ayniqsa darvoza oldidagilarni. Yirik planda suratga olish uchun bir nechta kameralardan foydalanishgan. Operatorlar esa xuddi o'yin ishtirokchilaridek ular bilan birga yugurishgan. Barcha aktyorlar ortidan rejissyorlar guruhi kuzatib turgan. Agarda kimdir ssenariydan tashqari qimirlab qolgudek bo'lsa, butun kadrni qaytadan tasvirga olishgan. Yashil rang 1 2 3 qizil rang. Iltimos, menga yordam ber. Iltimos. Qo'yvor, iltimos. Arqonni tortish sahnasida hammasi rostakam ko'rinishi uchun aktyorlarni bor kuch bilan ishlashga undashgan. Arqon ham, qo'l kishanlari ham haqiqiy. Suratga olish jarayonidan so'ng hamma juda terlagan va ahvoldan toygan holatda edi. Zero yigitlarga 100% darajada kuch sarflashga to'g'ri keldi. Xuddi haqiqiy o'yindek. Ushbu sahnaning eng dramatik lahzalari esa Kixun jar yoqasida osilib turgan vaqt edi. Aktyorlarning yuzidagi dahshat ham yasama emas. Garchi platforma yerdan atiga 1,5 metr balandlikda turgan bo'lsa ham, xavfsizlik maqsadida Kixunni troslar ushlab turganda, ularni keyinchalik kompyuterda o'chirishgan. Mashaqqatli g'alabadan so'ng aktyorlar o'z hayoti uchun kurashishda naqadar kuchdan qolishganini ko'ramiz. Ammo oldinda hali bundanda og'ir sinovlar kutib turibdi. Oyog'ingda zo'rg'a turibsan-ku, kuchingni gapga sarflama. Bo'ptimi? Yakuniy kurash sahnasida deyarli dekoratsiyalar bo'lmagan, lekin kurashchilarni har tarafdan tasvirga olib turgan bir nechta kameralar bo'lgan. Tinmay yog'ayotgan yomg'irni esa yuqoridan quyilib turgan katta miqdordagi suv yordamida sun'iy ravishda hosil qilishgan va kompyuter grafikasi yordamida to'ldirishgan. Qonni ham keyinchalik qo'shishgan. Shakarli shirinlik o'yini uchun mo'ljallangan xona devorlaridagi kulgili suratlar, ulkan bolalar maydoni va Koreyaning shirin konfetlari talgonlar ifori evaziga eng quvnog'i edi. Xayriyatki, o'yinchilar har safar kimgadir qarata otilgan o'q ovozini eshitishmagan. Aktyorlarni rejissyor yordamchilari nazorat qilib turgan va ular yana bir ishtirokchi halok bo'lgandek ta'sirlanishgan. Rejissyor yetakchi aktyorlardan qanday his-tuyg'ular kutayotganligini o'zi ham ko'rsatib bergan jarayonlar ham bo'lgan. Aylana hosil bo'ldi. Qarang. Bo'ldi, qarang. 199-ishtirokchi o'tdi. Yana bir qiziqarli jihat shundaki, politsiyachi va o'yindagi xodimning kurashini suv havzali haqiqiy g'orning ichida tasvirga olishgan. Kompyuterda esa kiyimlariga yorqinlik baxsh etishgan xolos. Ustiga ustak aktyorlarning mahorati va dramatik lahza sahnani deyarli maxsus effektlarsiz suratga olishga imkon yaratgan. Muhimi, biz o'yinga darrov sho'ng'ib ketmasdan qahramonlar bilan odatiy turmush muhitida ularni yaqin insonlari qurshovida tanib olganmiz.
Ishtirokchilarning har biri nima sababdan o'yinga kelganini tushunamiz va ular uchun rostakamiga qayg'ura boshlaymiz. Bundan tashqari qahramonlarning real hayoti bilan Kalmardagi noxush hayot o'rtasidagi ulkan qarama-qarshiliklarni ham ko'ramiz. Serial Janubiy Koreyada Kalmar o'yini deb nomlangan soddagina bolalar o'yinidan boshlanadi va ushbu yorqin kadrlar bizda hammasi yaxshi bo'ladi degan yanglish hissni uyg'otadi. Biroq birinchi qismning o'zidayoq jarayonlar butunlay o'zgarib ketadi. O'yinchilar umumiy yotoqxonada ham ko'p vaqtini o'tkazishadi. Shu sababli serial ijodkorlari mazkur yotoqxonaga juda ko'p e'tiborlarni qaratishgan. Ular bu yerda ko'plab sirlarni yashirishgan va bu yerda ko'plab yorqin dramatik kadrlarni tasvirga olishgan. Serialning eng fojiali lahzasi bu sharchalar bilan uyushtiriladigan o'yin hisoblanadi. O'yinchilar oldida tanlov turgan edi. O'z yaqinini o'ldirish yoki uning uchun o'zini qurbon qilish. Bunday damlarda biz ishtirokchilarning yuzida aralash hissiyotlarni kuzatishimiz mumkin. Shu sababli ushbu turda operatorlar asosan yirik planlardan foydalanishgan. Sharchalar bilan uyushtirilgan o'yin dekoratsiyasini yaratish uchun ijodiy guruh juda ko'p vaqt sarflagan. Ularning vazifasi hamma narsani oddiy Koreya qishlog'iga maksimal darajada o'xshash qilib yasash edi. Va ular bu ishning uddasidan chiqishdi deb bemalol ayta olamiz. Siz ushbu o'yinlardan qaysi birini o'ynashni xohlar edingiz? Izohlarda albatta fikrlaringizni kutamiz. Kalmar o'yini serialini sifatli tarzda, hech qanday reklamalarsiz va professional dublyajda o'zbek tilida ko'rishni istasangiz, Biz TV mobil ilovasini smartfoningizga Google Play yoki App Store do'konlaridan yuklab oling yoki biztv.media saytiga tashrif buyuring. Biz TVda ko'rishguncha